Men bu xonadonga kelin bo'lib tushganimga 6 oy bo'ldi. 6 oy. Kimgadir bu bir umrdek tuyulishi mumkin, kim uchundir bir lahza. Men uchun esa men uchun bu vaqt go'yo butun bir hayotimni qaytadan yozib chiqqandek. Har bir kuni, har bir soati qalbimga yangi, men uchun notanish bo'lgan, ammo shu qadar qadrdon tuyg'ularni chizib borardi. Erim, Sarvar akam ish bilan boshqa shaharga ketganlariga bir hafta bo'ldi. U kishining yo'qligi avvaliga yuragimni bir boshliqqa to'ldirgandek bo'ldi. Hovlimiz katta serdaraxt. Kunlar o'tgani sayin men bu hovlida yolg'iz emasligimni, aksincha, ikki yaxshi insonning, ikki ulkan tog'ning soyasida ekanligimni chuqurroq his qila boshladim. Bular mening qaynotam va qaynotamning ukasi edilar. Qaynotam Abdurashid ota. Men u kishini dadajon deyman. Qaddi-qomati hali ham tik, nigohlarida donishmandlik va mehr aks etib turadigan inson. U kishi kamgap, ammo har bir so'zlarida olam-olam ma'no mujassam. Hech qachon ovozlarini balandlatmaydilar, ammo birgina qarashlari bilan butun hovlidagi tartibni, osoyishtalikni nazorat qilib turgandek bo'ladilar. Qaynotamning ukasi Akram amaki. Men u kishini amakijon deb atayman. Ko'zlarida o'ziga xos bir uchqun bordek. Amakijon ko'proq hazilkash, xushchaqchaq. Hovlidagi gullarni, daraxtlarni parvarish qilish jonu dillari. Ertadan kechgacha qaychisi qo'llaridan tushmaydi. Ularning qo'li tekkan har bir nihol gullab yashnab ketayotgandek tuyuladi menga. Bu ikki aka-ukaning bir-biriga bo'lgan munosabati alohida bir doston edi. Ular kamdan-kam suhbatlashardi, ammo bir-birlarini so'zsiz tushunishardi. Biri choy ichib o'tirsa, ikkinchisi jimgina yoniga kelib o'tirar, biri hovlining u chetida ishlayotgan bo'lsa, ikkinchisi buni sezib, darrov yordamga shoshilardi. Ularning orasidagi bu rishta ko'rinmas, ammo har qanday po'latdan ham mustahkam edi. Bugun kechqurun havo salqinladi. Men oshxonada kechki ovqatga unnardim. Qozonda yog' jizillab, piyozning xushbo'y hidi butun oshxonaga tarqaldi. Har bir harakatimni ehtiyotkorlik bilan ohista qilardim. Ovqatni suzib, dasturxon tuzashga kirishdim. Ayvondagi soriga joy hozirladim. Dadajonim va amakijonim uchun ikkita qalin kurpacha soldim. Yonlariga esa jimjimador yostiqlarni qo'ydim. Kelin po'sha, charchamayapsizmi? Orqamdan kelgan ovoz chuqur, ammo mayin edi. Bu Akram amaki edilar. Qo'llarida yangi uzilgan bir bosh uzum. Yo'q amakijon, aslo. Keling, hammasi tayyor, dedim hijolat bo'lib, yuzlarimga qizillik yugurib. Sal engashib salom berdim. U kishi kulimsirab uzumni dasturxonga qo'ydilar. Qo'lingiz dard ko'rmasin, qizim. Juda shirin hidlar kelyapti. Qaynotangiz ham hayron qolsalar kerak, buncha pazanda kelinni qayerdan topdim, deb. U kishining maqtovlaridan battar uyalib ketdim. Choyni damlab piyolalarga choy quyar ekanman, qo'llarim bilinar-bilinmas titrardi. Shu payt hovli darvozasi sekin ochildi va dadajonim ko'rindilar. Mahalladagi masjiddan qaytayotgan edilar. U kishining yuzlarida bir sokinlik, bir xotirjamlik balqib turardi. Men darrov o'rnimdan turib, qo'limda choy bilan u kishiga peshvoz chiqdim. "Keling, dadajon", dedim ohista. U kishi boshlarini bir oz egib salomga alik oldilar. "Hormang, qizim. Yaxshi o'tiribsizlarmi?" "Rahmat, dadajon. Amakijonim bilan sizni kutib o'tirgandik." Dadajonim soriga chiqib o'tirdilar. Amakijonim u kishining yonlariga joylashdilar. Men piyoladagi choyni avval dadajonimga, keyin amakijonimga uzatdim. Ularning ikkisi ham choydan bir hoplab, "Oh", deb qo'ydilar. Men ularning qarshisiga, sorining bir chetiga asta cho'kdim. Dadajonim ovqatga qo'l uzatmasdan avval jimgina o'tirib atrofga nazar tashladilar. Nigohlari tok sorisiga, undagi pishgan uzumga, keyin hovlidagi rayhonlarga, oxirida esa osmondagi endigina ko'rinayotgan yulduzlarga tushdi. U kishining yuz ifodasidan nimalarni o'ylayotganlarini bilish qiyin edi, ammo men bu nigohlarda butun bir hayotning, o'tgan yillarning, yo'qotishlar va topishlarning aksini ko'rgandek bo'lardim. "Bu yil uzum yaxshi bo'ldi, aka", dedi Akram amaki jimlikni buzib. Dadajonim sekin bosh irgadilar. "Ha, barakasini bersin. Sening mehnating bu, uka.
Qo'llaring dard ko'rmasin. Ey aka, siz borsiz, biz bormiz. Sizning duoyingiz bilan. Ularning suhbati shu bilan tugadi. Ammo bu qisqagina so'z almashishda shu qadar chuqur hurmat, shu qadar kuchli mehr bor ediki, buni faqat qalb bilan his qilish mumkin edi. Kechki ovqatni jimgina yedik. Faqatgina qoshiqlarning idishga urilishidan chiqqan ovoz va goh-gohida tungi chigirtkalarning chirillashi eshitilardi. Men ovqat yemasdim, go'yoki shu sukunatni, shu xotirjamlikni yutardim. Ularning har bir harakati, har bir nigohi men uchun bir ibrat, bir saboq edi. Dadajonimning nonni sindirishlari, amakijonimning choy quyishlari. Bularning hammasi shu qadar oddiy, shu qadar sodda, ammo ayni paytda shu qadar ulug'vor edi. Ovqatlanib bo'lgach, dadajonim qo'llarini duoga ochdilar. Amin. Olganlarimizga shukr, ololmaganlarimizga sabr bergin, Parvardigor. Uyimizga tinchlik, dasturxonimizga baraka ber. Safardagi o'g'limizni o'z panohingda asra. Shu kelinimizning ham baxtini bergin. Qoshi qarisin. Qolidan hunari, dilidan iymoni arimasin. U kishining duolaridan ko'zlarimga yosh keldi. Bu duoda menga bo'lgan ishonch, menga bo'lgan umid bor edi. Men bu xonadonga faqatgina Sarvar akamning ayoli emas, balki shu ulug' insonlarning qizi, suyanchigi bo'lib kelganimni yana bir bor his qildim. Dasturxonni yeyishtirib, idishlarni yuvish uchun oshxonaga kirdim. Hovlida esa ikki aka-uka hamon suhbatlashib o'tirishardi. Endi ularning suhbati ancha jonlangan, goh-gohida amakijonimning kulgisi ham eshitilib qolardi. Ular yoshliklarini, ota-onalarini, otib ketgan qadrdonlarini eslashayotgan edi. Men ularning suhbatiga xalaqit berishni istamadim. Oshxonaning derazasidan ularni kuzatib turdim. Tun chokkan, osmon yulduzlarga to'lgan edi. Soridagi xira chiroq nurida ularning siymolari yanada ulug'vor, yanada salobatli ko'rinardi. Ular shunchaki ikki aka-uka emas, balki bir ildizdan osib chiqqan, bir-birini shamollardan, bo'ronlardan asrab turgan ikki chinor edilar. Idishlarni yuvib olib hovliga chiqdim. Qizim, keling, bu yoqqa, dedi dadajonim. Men ohista ularning yoniga bordim. Labbay, dadajon. O'tiring, qizim. Bir piyola choy iching. Amakijonim menga yangi damlangan choy uzatdilar. Men yana o'sha sorining chetidagi joyimga o'tirdim. Qo'limda issiq piyola, yuragimda esa notanish bir hayajon. Sarvarjon telefon qildimi? So'radilar dadajonim. Ha, kechga yaqin gaplashdik. Yaxshi ekanlar. Hammaga salom aytdilar. Ishlari yurishibdimi ish qilib? Bu Akram amakining savoli edi. Ha, Xudoga shukr. 1-2 kunda tugatib qaytib kelaman, dedilar. Yana jimlik cho'kdi. Ammo bu jimlik noqulay emasdi. Aksincha, bu jimlikda bir-birimizni tinglayotgandek, bir-birimizning yurak urishimizni eshitayotgandek edik. Shunda dadajonim qo'llarini yonimdagi yostiqqa qo'yib, bir oz menga egildilar. U kishining nafasi yuzimni silab o'tdi. Yuragim gupillab ura boshladi. Bu qo'rquvdan emasdi, hayajondan edi. Ulug' bir insonning, otam o'rnidagi otamning menga bu qadar yaqin kelishi, men bilan sirlashayotgandek bir holatda bo'lishi meni tamomila shoshirib qo'ygandi. Qizim, dedilar u kishi juda ham past ovozda, deyarli shivirlab. Ovozlarida qandaydir bir titroq bor edi. Siz bu uyga kelganingizdan beri hovlimizga yana fayz kirdi. Rahmatli onangiz, qaynonangizni aytaman, xuddi o'sha kishining hidlari kelayotgandek bo'ladi sizdan. Men nima deyishni bilmay qoldim. Tomoqimga bir narsa tiqildi. Ko'zlarim jiqqa yoshga to'ldi. U kishi gaplarida davom etdilar. Bilaman, yoshsiz. Bizga o'xshagan qariyalar bilan zerikib qolsangiz kerak. Sarvarjonning yo'qligi ham bilinadi. Lekin shuni bilingki, qizim, siz bu yerda begona emassiz. Siz bizning qizimizsiz. Biror narsaga muhtoj bo'lsangiz, biror narsadan ko'nglingiz oqsisa, tortinmang. Mana men borman, mana amakingiz bor. U kishining so'nggi so'zlarini eshitib, o'zimni tutib tura olmadim. Ko'zlarimdan 2 tomchi yosh yuzimga dumalab tushdi. Men buni yashirish uchun boshimni egdim. Shunda kutilmaganda qo'lim ustiga issiq bir kaftni his qildim. Bu Akram amakining qo'llari edi.
U kishi mening qo'limni ohista, otalarcha mehr bilan siqib qo'ydilar. Bu harakatda hech qanday ortiqcha narsa yo'q edi. Bunda faqatgina dalda, mehr va biz sen bilanmiz degan so'zsiz bir iqror bor edi. Akam to'g'ri aytadilar, kelinpo'sha, dedilar amakijonim ham xuddi o'shanday past, mayin ovozda. Sizning borligingiz bizga quvvat. Sizga qarab rahmatli kelinoyimni eslaymiz. Sizga qarab kelajakdan umid qilamiz. Siz bizning ishonchimiz, bizning umidimizsiz. Men boshqa chiday olmadim. O'rnimdan turib narigi xonaga o'zimni urdim. Eshikni yopib, orqasiga suyangancha ho'ngrab yiglab yubordim. Ammo bu alam yoki qayg'u yigisi emasdi. Bu baxtdan, shukronalikdan, qalbimni to'ldirib yuborgan mehrdan kelayotgan yoshlar edi. Men bu kecha o'zimni dunyodagi eng baxtli ayol deb his qildim. Mening yonimda erim yo'q edi, ammo men uning yo'qligini sezmadim. Chunki mening yonimda, mening atrofimda undanda buyukroq, undanda ulug'vorroq ikki inson bor edi. Ular mening boshimni silashmadi, yuzimdan o'pishmadi, quchoqlashmadi. Ammo ularning nigohlari, so'zlari, hatto jim turishlari ham har qanday quchoqdanda issiqroq, har qanday bo'sadanda totliroq edi. Bu kecha men va ularning orasida ko'rinmas, ammo juda mustahkam bir rishta bog'landi. Bu hurmatga, ishonchga va otalarcha mehrga asoslangan rishta edi. Bu rishtada hech qanday